Allohimga ming bora shukr. Iloyim oyog'ingiz bilan keldingiz. Betakror xonanda Ozoda Nursaidovaning konsertiga Sabrina tashrif buyurdi va konsertda Ozoda Nursaidovadan uzr so'rab, xonandaga qolaversa xalqqa rahmat aytib, o'z minnatdorchiligini bildirdi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tanidinglarmi? Rahmat. Rahmat. Ozgina hayajonlanib turman, o'qib tilxonlarimni sizlarga aytaman. Assalomu alaykum hammaga. Ozoda bayonida turman. Allohimga ming bora shukr. Iloyim oyog'ingiz bilan keldingiz. Xursandmiz. Xalq qatoridan. Va meni duo qilganlar va moddiy yordam berganlarga rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu baxtsiz hodisa edi. Hech kim buni xohlamagan. Shu sahnaga Ozoda opamni yuzini yorib qilishga chiqdim va rahmat aytaman sizga ming bora. Sizni yaxshi ko'raman va Allohimga ming bora shukr. Iloyim oyog'ingiz bilan keldingiz. Xursandmiz. Xalq qatoridan. Va meni duo qilganlar va moddiy yordam berganlarga rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu baxtsiz hodisa edi. Hech kim buni xohlamagan. Shu sahnaga Ozoda opamni yuzini yorib qilishga chiqdim va rahmat aytaman sizga ming bora. Sizni yaxshi ko'raman va sizlarni yaxshi ko'raman. Bir narsani aytaman sanim. Bilasizlarmi? Bu dunyodagi har bir narsa bizga sinov uchun berilar ekan. Har birimizni boshimizda har xil sinovlar bor ekan. Mana shu bo'lgan narsa Va rahmat aytaman sizga ming bora. Sizni yaxshi ko'raman va sizlarni yaxshi ko'raman. bir narsani aytaman sanim. Bilasizlarmi? Bu dunyodagi har bir narsa bizga sinov uchun berilar ekan. Har birimizni boshimizda har xil sinovlar bor ekan. Mana shu bo'lgan narsada, hayotimda bo'lgan narsada Sabrina jonim. Men sendan shu narsani kutgan edim. Ki hech kim bir yomonlik bilan qolmasin, masalan. O'sha qizni ham kechirgin, aylanib ketasan. Ana shu sevinchda ham kechirgin, jonim. Mana qara, oyog'im bilan kelding. Seni xalq shunchalik qo'lladi. Shunchalik o'zini qizidek qo'lladi. Aylanib ketaysan-da.